O'zbekistonlik yana bir futbolchi UEFA Chempionlar Ligasida to'p suradi. Umurali Rahmonaliyev Turkiyaning Sabah klubi bilan tarixiy natijaga erishdi va endi Yevropaning eng nufuzli musobaqasida to'p suradi. 21 yoshli yarim himoyachi Umurali Rahmonaliyev yozgi transferlar oynasida Sabah safiga qo'shilgandi. Klub saralash bosqichlarini muvaffaqiyatli yakunlab, UEFA Chempionlar Ligasining asosiy bosqichiga yo'l oldi. Bu nafaqat klub, balki o'zbek futboli uchun ham katta yutuq hisoblanadi. Rahmonaliyev o'zining mehnatkashligi, to'p bilan xotirjam harakati va maydonni yaxshi ko'rishi bilan murabbiy ishonchini qozonmoqda. Endi esa uni Yevropaning top klublariga qarshi bahslarda ko'rishimiz mumkin. Sizningcha Umurali Rahmonaliyev Chempionlar Ligasida asosiy tarkib futbolchisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda yozing va o'zbek futbolchilarini qo'llab-quvvatlang. Shunaqa ma'lumotlar ko'p bo'lishi uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Atletikoda katta mojaro. Xulian Alvares nega klub rahbariyatidan norozi? Bu mojaro ortida aslida nima bo'lyapti? Yozgi transferlardan keyin Atletico Madrid ichida keskin vaziyat yuzaga keldi. Xulian Alvares sport loyihasi va jamoaning kelajagi borasida klub bilan kelisha olmayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Manbalarga ko'ra, Alvares kuchliroq tarkib va sovrinlar uchun kurashadigan yangi jamoa ko'rishni xohlaydi. Shu sababli uning kelajagi atrofida ko'plab mish-mishlar paydo bo'ldi. Eng qizig'i, bu vaziyatni Yevropaning top klublari ham diqqat bilan kuzatayotgani haqida aytilmoqda. Agar kelishmovchilik davom etsa, Alvaresning transferi yana kun tartibiga chiqishi mumkin. Sizningcha Xulian Alvares Atletikoda qoladimi yoki boshqa top klubga o'tadimi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Video sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.